sizningcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham chiqib ketib xato qildilarmi? U zot ham o'ldirilgunlarga qadar Makkani tashlab ketmasliklari kerakmi? U zot ham o'ldirilgunlarga qadar Makkani tashlab ketmasliklari kerakmi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siratlari to qiyomatgacha yashaydigan, xususan mo'min kishilar uchun ibrat va namuna bo'lgan siratdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu hayotni, bu siratni laqad kana lahum fi rasulullohi uswatun hasana deb maqtab qo'ygan. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning hayotlari siz bilan men uchun eng go'zal ibrat va namuna bo'lgan hayotdir. Bu birodarlar siz bilan menga shunday bir ibratki, yaxshi, xotirjam, xursandchilik bo'lgan kunlarda ibrat bo'lib, uni aksi bo'lgan kunlarda bizlarga ibrat bo'la olmay qolmaydi. Shu bilan birgalikda xavotirli, tashvishli kunlarda ibrat bo'lib, farovon hayotga chiqqanimizda bizga ibrat bo'lishlikka yaramay qolmaydi. Mayli shu mazhabda tutishlik mumkin. Buni vojib deb bo'lmaydi, chunki vojib degan odam unga dalil keltirdi. Vojib deb bo'lmaydi, chunki vojib degan odam unga dalil keltirdi. Vojib deb bo'lmaydi, chunki vojib degan odam unga dalil keltirdi. Jarayonida uni qilib qanday haqni odamlar qabul qiladi? Haqda ta'sir kuchi bo'lish kerak kalomda. Rasululloh hadisda aytganlarida inna minal bayani la sihra deganlar. Bayonda sehr bor. Odamlar bayon bilan sehrlash kerak. Bu muboh sehr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni hozir bir ma'noda maqtov tarzida aytganlar. Bayonda sehr bor. Odamlar bayon bilan sehrlash kerak. Bu muboh sehr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni hozir bir ma'noda maqtov tarzida aytganlar. Hozirgi kunda hammamiz diniy tushunchalarimiz va dunyo qarashimizni bir chetga surib, birlashgan holda hamma e'tiborimizni dushmanligi ochiq bo'lgan xitoyliklarga qaratishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom ana shu vaqtda musulmonlarga hijrat qilishni buyurib turib, agar hijrat qilsalaring boy bo'lasizlar, butun arablar ustidan g'olib bo'lasizlar, ya'ni biron bir dunyo matosidan va'da bergani yo'q edi. Sizlar uchun jannat bor dedi. Shuni o'zi birodarlar ularga kifoya qildi. Agar men namoz o'qisam, odamlar menga ishonadigan bo'lar ekan, rizqimga baraka keladi deb turib, ibodatdan, Alloh taoloni rozi qilish uchun bajaradigan amaldan dunyo mato'ini umid qilmadi ular. Hozirgi kunda hammamiz diniy tushunchalarimiz va dunyo qarashimizni bir chetga surib, endi bitta savol beraman. Xo'p, Alloh taoloni rozi qilish uchun bajarayotgan ishingizdan nega dunyo matosini umid qilyapsiz? Nega din deb turib siyosiy masalalarni ommaga olib chiqyapsiz? Din nima yo Rasululloh dedilar. Payg'ambar alayhissalom shahodat kalimasini aytishlik, 5 mahal namozni ado etishlik, zakot berishlik, Ramazon oyida roza tutishlik, qodir bo'lganlar uchun haj qilishlik dedilar. Endi sizni din deb qilayotgan ishingiz nima? Va yana zulm shu narsalarda keltirib chiqadiki, borib dindorlarga bo'layotgan bu tazyiqlar hijratga bo'lgan ehtiyojni oshirib boryapti. Agar hijratdan gapirsangiz, hammalari qo'pol qilib aytganda talvasaga tushib qolishadi. Shaytonlab qolishadi. Bu gapni umuman og'zingga olma, tilingga olma, gapirma deb qolishadi. Bu hijrat ham ularga beriladigan kerak bo'lsa zarbalardan biri ekan. Ya'ni ona shu joyda hijratga bo'lgan ehtiyoj ko'payib, hijrat qilib boraveradigan bo'lsa, ular bu narsadan juda ham bezovta bo'lib qoladi. Va bu narsa ularni qilayotgan zulmini natijasini, samarasini ularga sezdirib ham qo'yish kerak bir ma'noda deyman. Bitta oilani birodarlar 3 ga bo'lib tashashadi. Ummu Salama o'zini ota urug'iga, o'g'illari Salama otasi Abu Salamani urug'iga o'tib ketadi. Abu Salamani o'zi esa Madinaga hijrat qilib ketadi. Birodarlar, din yo'lida mana shunday qattiq mashaqqatlarni chekkan bular. Mana shunday og'ir kunlarni ko'rgan bular. Endi hozir bizda umuman teskarisi. Sal tirq etsa, men hijrat qildim. Bular dinga dushman. Dinga erkinlik yo'q. O'zi maqsad umuman boshqa narsa bunda. Lekin og'izdan chiqayotgan gaplari xuddi Qurayshga o'xshab turib umuman boshqacha. Bitta qaraganda ko'rinish jihatdan boshida do'ppisi bor, soqoli bor, qo'lida tasbehi bor, qori, lekin ko'rinish jihatdan birodarlar Abu Jahlga o'xshagan. Chiroyli-yu, lekin qalbida umuman boshqa niyati bor. Hijratni bugungi kundagi atamasini shunday o'zgartirib yurib, ko'chib o'tib ketishlik deylik. Men ketdim, ko'chib o'tib ketdim. Yo iqtisodiy taraflama, yo amniyat taraflama, yoki ehtiyoj taraflama, har taraflama. Yoki bo'lmasa aytaylik, ba'zilari yengil hayot yashashlik bo'lsin, farzandlarini ya'ni bugungi zamonaviy maktablarda o'qitishlikni maqsad qilgan bo'lsin.
Nima uchun bo'lardi? Chunki shayton ularni hech qachon qilayotgan ishini, ularni qilayotgan ishini bilan ishi bo'lmaydi. Chunki u ularda shayton amallarini ziynatlab qo'yadi. Ya'ni hijratga qarshi kurashayotganligini ziynatlab qo'yadi. Millatni g'amini qilayotganligi emasda. Sa'dning yonidan uzun bo'yli kelishgan, ko'rinishidan o'zining qavmini Saida ekanligi bilinib turadigan bir odam o'tib qoladi. Shunda Sa'd umid qilib, "Voy, menga yordam bering. Bularni qo'lidan meni qutqaring" deb turib yordam so'raganida, bu chiroyli odam birodarlar Abu Jahl alayhi la'na bo'ladi. Ya'ni insonni tashqi ko'rinishi umuman boshqacha, nihoyatda go'zal, xuddi yuzlaridan nur taralib turganda-yu, va lekin uni qalbi, uni ichidagi niyati umuman boshqacha. Ey hukumat tepasidagi insonlar, qachongacha dindorlardan ola bo'ji yasaysizlar? Sizlar tug'ilganinglarda islomiy ism qo'yib, islomiy marosim qilasizlar. O'lganinglarda yana islomiy marosim qilib janoza o'qittirasizlar. Shu ikkita ishni orasida bir umr dinga va dindorlarga qarshi kurashib yashaysizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu eshikni ochib chiqqanida ular qarab turgan edi. Shunda Alloh taoloning mo'jiza ilohiyasi sodir bo'ldiki, ular qarab turishibdi, lekin ko'rishmayapti. Rasululloh o'tib ketar ekan, shu oyatni o'qib turib, yerdan bir qism qumni olib turib, ana shu yigitlarning boshidan bittama-bitta tuproqni qo'yib o'tib ketgan edi. Bular baqirayib turashaverdi lekin. Birodarlar, Alloh xohlamasa o't yoqmaydi, qilich kesmaydi, baliq yemaydi, ko'z ko'rmaydi, quloq eshitmaydi. Endi qarangda, endi shu sizga yoqmaydigan ish bo'ldimi? Demak, Alloh xohlabdi shu ishni. Musulmon odam endi nima deyish kerak shu payt? Alloh taolo shu narsani taqdir qilgan ekan, endi shu narsa sodir bo'ldi deb turib, Robbisidan rozi bo'lib, shu musibatni o'zini foydasiga aylantirib olish kerak emasmi? Shartda oldiga telefonni qo'yib, internetni yoqib, ijtimoiy tarmoqlarda og'ziga kelgan har baloni bir balo deb turib o'rtada fitna tarqatmasdan, insonlarni jazavaga tushirmasdan. Alloh taolo Qur'onda albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayoti dunyosida ham, guvohlar hozir bo'lib turadigan qiyomat kunida ham yordam beramiz deya marhamat qiladi. Agar inson mo'min bo'ladigan bo'lsa, mana birodarlar, sizlarga Allohning va'dasi. Agar mo'min bo'lsalaring, dunyoda ham, oxiratda ham men sizlarga yordam beraman deyapti. Albatta Alloh iymon keltirgan zotlarni mudofaa qilur. Albatta Alloh barcha xoin va kifronni ne'mat qilguvchilarni sevmas. Payg'ambar alayhissalomning bu hijrati va ana shu hijrat qilishdagi insoniylik ehtiyot chorasi, maxfiyligi bu birodarlar siz bilan menga ibrat bo'ldi. Umar ibn Hattob hech kimdan yashirmasdan, qo'rqmasdan oshkora qildi hijratini. Endi Umar qo'rqmagan joyda nima Rasululloh qo'rqarmidi oshkora qilishdan? Yo'q birodarlar. Umar ibn Hattob oddiy bir inson. U o'zini tushunchasi bilan qildi. Agar Rasululloh to'g'ridan to'g'ri hijrat qilganida, bu qolgan ummatlar uchun sunnat bo'lib qolar edi. Sababi bo'lmasa ham tavakkal hijrat qilsa bo'lar ekan deb sunnat qilib yorishgan bo'lar edi. O'shaning uchun birodarlar, payg'ambar alayhissalom 12 yildan oshiqroq boshiga qanaqa kulfat kelmasin, joyida qimirlamasdan o'tirdi. Mana shu 12 yil ichida hijrat qilish uchun kerak bo'lgan sababni eng oliysi, kattasi yuz berdi zotan. Masala birodarlar, kelib turib payg'ambar alayhissalomni naqd oilasining ichiga kirdi. Xoinlik qildimi lekin? Xoinlik qildimi lekin? Qurayshga o'xshab tilida boshqa narsa, lekin dilida umuman boshqa narsa niyatdagi ahli sunnaga ergashamiz deyotgan kimsalar, yo sizni siyratdan xabaringiz yo'q, yo katta ehtimol bilan Yahudlar tutgan yo'ldasiz. Ular ham Tavrot va Injilni o'zlarini hayotlariga moslab turib yozib olishgan edi. Sizda ham xuddi shunday odamlarni aldashga zo'r ishlaydigan joyini olasizda, asl haqiqat basharangiz ochib qoladigan bo'lsa, tashlab yuborasiz. Boshqasinikini olib ketasiz. Bir qarasa sahobalar hayotidan olib ketasizmi? Alloh subhanahu va taolo birodarlar hech qaysi birimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin.